Din amal u din. U nazariya emas faqat. Shaxsning ustozni ushsiz, uni amalini ko'rasiz, o'tirishini ko'rasiz, turishini ko'rasiz, gapirishini ko'rasiz, ustozni hurmat qilishini ko'rasiz. Tushundingizmi? Sizga bolam odobli bo'lgin deydi bular. Nima u odob? Siz o'zingiz nazdingizda masalan multfilmda ko'rgan narsani odob deb o'ylashingiz mumkin. Kinoda ko'rgan narsani odob deb o'ylashingiz mumkin. Dadangizni ko'rganingizni odob deb o'ylashingiz mumkin. Lekin u olimdan odobni o'zingiz ko'rishingiz kerak. Odobli bo'l degan so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Yashash kerak u. Sochida qanday olyapti? Choyni qanday ichyapti? Kuzatish kerak. Imom Malikni ilmlarini 10 yilda tugatdik, samtini olishimizga 20 yil ketdi deyishgan. Hay'atini olishga 20 yil ketdi. O ilmini muvattoli rivoyatlarini olishimizga 10 yil ketdi. Shogirdlar aytadi. Ammo Malikni shaxsiyatini olishga 20 yil ketdi. O'sha uchun shaxsiyati yetib, taqvoli,